Lekin hech qachon topolmayman. Ko'p sinaganman. 2 yil qamalib ketdingizmi? Shunaqa dugonalarimizga mehr qo'yganmizki, o'sha kemani oxirigacha suzib boramiz. Pul berib turasiz. Bo'ldi. Hamma oilaliklar bir-birimizni normal tushunyapmiz. Hozir men tushunyapman. Mana mana shu mavzu lekin e'tiborsiz qolib ketdi. Sezilyaptimi chiroyli yashab o'tganim? 3-miyam. Unaqa qilmaylar, jamiyatga ta'siri bor, birga tushunaylik. Sizlarcha Erkaklarga vaqtida ovqatni suzib berib, kirini yuvib bersa bo'ldi, tushunish. Bizlar nima molmi, bizlar nima u? Rollarda Imona G'ayrat va Dilshod Husanjonov, Islom Karimov va boshqalar Muhabbat qahvasi no-televizion shousida Fernando Gaytan asari asosida suratga olinmagan. O'zimiz o'ylab topdik. Siz Muhabbat qahvasi shousini ko'rishga tayyorgarlik ko'ryapsiz. Siz uchun ajoyib yangilik bor. Aynan mana shu shouning yangi sonini hoziroq oq ilovasida tomosha qilishingiz mumkin. Pastdagi havola orqali o'tib obuna bo'lsangiz, mutlaqo tekinga bizni shoularimizni naqd 2 hafta oldin ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Sizga esa maroqli hordiq Muhabbat qahvasi biz boshladik. Munosabatlar insonlarda paydo bo'lgandan beri 2 ta yo'l bor. Yoki 3 tadir. Yoki 4 tadir. Kimdir sanab ko'rgan bo'lsa aytsin. Biz sizlarni Muhabbat qahvasi shousida ko'rib turganimizdan benihoyatda xursandmiz. Qanchalik deysizmi? Bu yerdan $100 topib olasiz-ku. Mayli, shunchalik deb hisoblaylik. Biz bu yerda siz va bizni qiynayotgan ba'zi bir savollarni o'rtaga tashlab muhokama qilamiz. Kimdir unga rostdan qalban javob bersa, kimdir unga tanqid qilib ham javob berishi mumkin. Yoki tajribasizlik qilib. Uni ham qilib javob berish mumkin. Yana qanday variantlar bor? Yolg'ondan ham javob berish mumkin. Bu ko'rsatuvda qonun qoida yo'q. Xohlaganday javob berishingiz mumkin bo'ladi. Agarda siz aziz muxlislar tayyor bo'lsangiz, men bugungi ishtirokchilarimizni sizlarga tanishtirishdan benihoyatda xursand bo'laman. Tayyormizmi? Tanishtirsak bo'ladimi? Albatta, bugungi ko'rsatuvimizga chiroyiga chiroy qo'shib turgan, go'zal, ajoyib kelishgan boshlovchingiz Kamina Islom Karimov. Va o'zining ajoyib kulgu tabassumlari bilan ko'rsatuvimizda kayfiyat bag'ishlab turgan Aziza Abdullayeva va bizning doimiy rezidentimiz Imona G'ayratova. Mendan o'ng tomonda, sizdan esa chap tarafda, sizning esa to'g'ringizda o'tirgan mana shu ikkala yigitni tanishtirishga harakat qilaman. Bugun bizning ko'rsatuvimizda ilk bor ishtirok etayotgan ajoyib prichoskali yigit, qo'lida taqinchoqlari bor va mikrofon ushlab turgan. Ajoyib. Sizni kim deb tanishtiray? Bu yigitni qayerdadir ko'rgansiz, qayerdaligini esa sirligicha qolaversin. Demak, bugungi mehmonimiz Farruh Sharipov. Sizlar bekor bunga kam qarsak chalyapsizlar. Bu ekran ortida turib xizmat qiladigan yigit. Nima unaqa? Bu birinchi tug'ilgan kuningizga bu qarsaklar sizga. Va bizning doimiy rezidentimiz Dilshod Husanjonov. Alqishlab qo'yamiz. Mahallaning yigitini tanishtirgandi. Mahallaning yigitini Dilshod Husanjonov. Soddagina oddiy kamtarona. Nima siz har gal xuddi birinchi marta kelayotgandek turib, mana bunaqasidan salomlashasiz? Ya birinchi marta mehmonlar keldida uni nomidan. bu fan klubim bor. Bormi? Ha? Oila a'zolarini unaqa demagan bo'lardi. Hurmati bor baribir ularda. Xush kelibsizlar. Xush kelibsiz. Farruh, sizni ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Kayfiyatlar qanaqa? A'lo, lekin aniq sal uxlang ko'rdi biroz shunga. Men xafa qildimmi? Da. Bu men Islom Karimov. Aziz opa, siz qalaysiz? Oyday 18 yoshda ko'rib turganingiz. 18 men 17 deb o'ylabman buni qarang oyingizni. Aytmaysizmi, bravo. Rahmat. Men sizni kichkina qiz deb o'ylabman.
har doimgidek yaxshi insonman. Ajoyib insonsiz. Rahmat. Xo'sh, qaranglar, bu yerda muhabbat qahvasi deb nomlangan shou. Biz munosabatlardagi ba'zi bir qiynaydigan yigitlarni ham, qizlarni ham qiynaydigan umumiy savollar bor. Biz o'shani o'rtaga tashlaymiz va uni muhokama qilamiz. Ya'ni qizlar tarafi bor, yigitlar tarafi bor. Siz o'z dunyoqarashingizdan, o'z fikrlaringizdan kelib chiqib javob bersangiz bo'ladi. Savol. Munosabatlarda xiyonatdan boshqa yana nimalar uni to'xtatish haqida signal bo'la oladi? Turmush qurganga qadar bitta. Turmush qurganga qadar. Ha, turmush qurganga qadar. Xiyonatdan tashqari yana qanaqa qilib povod deb bersa bo'ladi? Bo'tni bersa yo'q. Yana nima bo'lsa va xiyonatda bo'ldi, to'xtatdik, отношенияni xiyonat qilganini ko'rdik, to'xtatdik. Ikkinchisi yana nimani ko'rsa, masalan, Xiyonat qilguncha aka. yo'q, xiyonat bu bittasi. Yana nima borki, отношения Mana to'xtatgan. mana aytishyaptiki, mana xiyonat boshqa savol o'qib beraymi? Ya mana отношения Manda ketyapti. javob bor. La. Sizlar savolni tushunishingizga Yo'q, tushundik, biz tushundik. Biz Men tushundim. Turing, biz nimaga tushunmaymiz? Biz xiyonatdan uzoqroqmiz. Ha. O'shanga Orzuga ayb yo'q. Ikra ortida ikkita qiz, Bugungi sonni tugatsak ham bo'laveradi endi. Mana qarang. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Chiroyli aldarkansizlar, ishonib berdik. ehtimol o'sha uzoqroqdamiz. Ha, to'g'ri. Da, Yunusobod 4-kvartaldasiz. Javob berasizmi? Yo, biz tajribalarimizni izhor qilaylikmi? Nima? Masalan, Mayli javob bering. Voy, ruxsat berganingizga rahmat. O'rsugingiz. Yo, sizlarda javob yo'qligini ko'rib turibman-da. Ha, Sizlar bizda xiyonatdan javob yo'q. uzoqsizlar. To'ygacha xiyonatdan tashqari munosabatlar to'xtatilishiga nima xalaqit berish mumkin? Ammo aniq va dugonalarimni tajribasidan kelib chiqib maslahat beraman, bu yolg'on. Masalan, ikkita yosh bir-biri bilan gaplashadi va u yerda yigit mana bu yerda o'qiganman, mana bunaqa mashinam bor deydi. Bu yolg'on. Masalan, men bu siz bilan gaplashguncha xiyonatga uchramaganman deyishi ham yolg'on. Va munosabatlar mana shu yerda to'xtaydi. Yolg'on xalaqit beradi. Ha, xiyonat va yolg'on to'xtatishga sabab bo'lishi mumkin. Xiyonatdan ham Oldin- birinchi yolg'on to'xtatilishiga shundoq taq to'xtatilishiga sababchi bo'ladi munosabatlar. bundan ham battar holatlar bor. Masalan, bilmayman. Endi nima deydi? Bilmasangiz Va bu yo qarang. Точно to'xtatadigan. Qiz nos cheksa, точно to'xtaydi. Javob. Bilib qoldim bu javob. Любой отношение to'xtatiladi. Bu masalan, qiz bilan yigit bo'lamanmi? Точно to'xtaydi. Er xotin bo'lamanmi? Точно to'xtaydi. To'g'ri aytdingiz. Chol kampir bo'laman ham, jonim tamom. Zo'r. Tamom, to'xtaydi baribir. Nos chekishini yashirgani o'sha yolg'on. To'xtaydi. Yo'q, to'xtang. Agar yo'q, Siz buni chol bo'lguncha bilishingiz yo'q, agar bugun boshladim desa ham tamom. Bugun boshladim desa ham tamom. Shuni o'shani bilmaganingiz yolg'onda bugun boshlaganini. Yo'q, men keldim, ishdan kelyapman yoki mahallaga chiqib shaxmat o'ynab qaytyapman. Mantiq yo'q. Ha. Siz shaxmat o'ynashingiz haqida. Uni nosotganini bilmasdan shaxmat o'ynab yuribsiz. Aql haqidagi o'yin bu. U nosotib o'tiribdi opa uyda. Okey. Munosabatni to'xtatish uchun Yana nimalar sabab? Sabab bu xiyonat, xiyonatdan tashqari nos, to'g'rimi? Menimcha sразу ketma-ketlik shunaqa. Xiyonat, keyin nos. Nos. Da, birdaniga. Yana nima? Xiyonat bilan nos o'rtasida hech balo yo'q. Xiyonat qilayotganda nos bo'lsa, u короче, kombo. Yo'q, masalan, xiyonat Nosni deb xiyonat qilsa-chi? Bu katastrofa. Buni bir tekshirtirish kerak bu. Menimcha xiyonat haqida gap ochish to'xtatib qo'yadi sразу же. Ya'ni o'tirgan joyda, kстати, xiyonat haqida nima? Fikrdasan. U ham to'xtatsa kerak. To'xtatish mumkin. Ha. Normalniy xiyonat, es xiyonat. Bilmadim, men to'g'risini aytsam, munosabatda emasman. Ya'ni trenirlar не играют. Вот qarang, mana xiyonat va xiyonat haqida gap ochish. Xiyonat, nos, xiyonat haqida gap ochish ham munosabatni to'xtatishga sabab bo'ladi. Yana bitta Nimaga? o'zi qoldi. O'zidan qarang-da, mana xiyonat haqida gap ochdingiz, gaplashib bo'ldinglar, u bundoq o'giriladi. O'shanda boshlanadi. Hali sizlar turmush qurmagan qanday o'giriladi? O'giriladi. Bo'lishi mumkin hozir. Telefonda gaplashayotgan bo'lsangiz. Ha, mana telefonda gaplashish. Da. Ну или образно sizdan yuz Yo'q. o'giradi. Turmush qurgandan keyin
Farruh u har qadamda bor. Agar menga xiyonat qilsangiz deb o'zidan o'zi keladi u. Prosta Ya, ertalab xayrlashib turganda shunaqa xayrlashadi. mana ertalab siz tishi yuvib o'tiribsiz yoki sochingizni quritib o'tiribsiz, fen qilay, sizga yaqinroq tema haqida gaplashyapman. Sizga yaqin emasmi? Menga ham yaqin. Ikkalamizga yaqin tema. Sochingizni quritib o'tiribsiz, prosta keladi. Agar menga xiyonat qilsangiz, ana shu tok urtirib o'ldiraman. O'tib ketadi. Bu borib choy taxlaydi, keling, dadasi choy pishdi, yeyib oling deydi. Birinchi marta bu sizga g'alati tuyulishi mumkin, keyin o'rganib ketasiz. O prosta oyoq kiyim ipini bog'layotganda agar menga xiyonat qilsangiz, mana shu oyoq kiyimni ipga bo'g'ib o'ldiraman. Keyin qo'ng'iroq hop, deysiz, olib chiqib ketaverasiz. O'zida 3 ta anaqa bor edi, povod bor. Ikkinchisi kimdirga aytmadi. Agar bilsangiz ayting. Yo, men bilmayman, bo'ldi. Ha. Imoni? Armiyaga borish. Armiya qizdimi? Mana bola Yaxshi, yaxshi, armiyaga ketayotganini his qiladi-da, shu turmushga chiqib ketadi-da baribir. Armiyaga borish. Bir yillikka. Ha. Ya bir U oylikka. biladi hech qachon qaytib kelgandan keyin u qiz turmushga doim chiqib ketgan. Haqiqatan kliplarimizda nimaga doim yigit armiyaga keladi, qiz boshqasi deyib ketadi. Shu balki aytarmiz, bu Armiyadan oylik qaytib kelib yo'q. baxtli bo'lgan yigitni ko'rmaganman-da. Armiya shu uchun g'am, alam, dard bo'lib qolganda hech kim armiyaga borgisi kelmaydi. Hali Nurim, siz seriallarni ko'ring. Yo, iltimos. Serial shunoq O'zi Farruh biza Farruh Akasi bilan, otasi bilan, dodasi bilan, qo'shnisi bilan biz bo'lib ketadi. 3 minutga zo'rg'a chidayapmiz. Qo'ying, biz unaqa 1,5 soatga chidolmaymiz. Yuragimiz bardosh bermaydi. Bu birinchi mavzu qani beri. Ha. Xiyonatdan chetlashaylik. Keyingi mavzu. Keyingi mavzu. Da, yaxshi qiziq-da prosta. Men ikkana savol qildim. Qaysi birini o'qib bering? Muhabbat qahvasi no televizion shousida. Buni qaranglar. Zo'r savol. Munosabatlarda yana ham sizlarga yaqinroq. Uchinchi odamni aralashuvini qanday oldinni olsa bo'ladi? Munosabatlarda uchinchi odamni aralashuvini qanday oldinni olsa bo'ladi? Fikringlar bo'lsa, 4-odam bilan. Shu 3-odamga yana bitta odam topsa, tam matematika qiyin emas. Даже 5-chisi kelsa ham hal qilsa bo'ladi. 6-chisi bilan. Oltinchisi Yoki mana birinchi ikkitasiga qarash kerak, ular kayfiyati qanday, ya? Munosabatlarda uchinchi odam aralashishini oldini olish uchun Men yo'q bo'lishim kerak edi men. yo'q, endi men hamma munosabatini buza olmayman, kuchim yetmaydi. Tezroq farzandli bo'lish kerak. Yo'q, u farzandi bor oilaga menimcha ko'pchilik aralashmaydi. U farzand bo'lsa, u уже 3-odam-ku. Yo'q, ayirishda ham hojat yo'q. Bunaqangi uchinchi odamni oldini olish. Uni oldini olish oson, qonunga xilof. Uni yo'llari bor. Yo, to'g'risida, masalan, oilasi farzandi bor odamni menimcha ko'pchilik munosabatlariga aralashmaydi-da. Agar to'ygacha bo'lsa aralashadi. Shuning uchun to'yni tezlashtirib, oilali va farzandli bo'ladi inson. Tinch yashaydi keyin. Bu juda qiyin mavzu bo'lsa kerak, ayollar tomonidan, ayniqsa erkaklarda yo'q-da bunaqangi muammo. Nimaga yo'q? Siz ayolingizni rashk qilmaysizmi uchinchi odamdan? Yo'q, uchinchi odamdan emas, masalan, erkak kishi tomonidan aralashmaydi. Qanaqa qilib? Masalan, erkak kishi borib, erkak kishi borsa, masalan, xotini bilan urushib qolsa, masalan deylik, xotin bilan birorta muammo bo'ldi-da, любой muammo. Boradi, masalan, birorta o'rtog'i bilan o'tirgan paytida, nima bo'ldi? Короче, uyda muammo bo'ldi. Davay, prosta o'tiradi, boshqa любой narsa haqida gaplashadi, faqat uy haqida emas-da. Ayollarda qanaqangi? U даже urushib qolishi ham shart emas. Prosta agar yo'q joydan gul ko'tarib kelsa, u telefon qilib, menga gul olib keldi desa, qara bir narsasi bor uni deydi. Bo'ladi-da. Ha? O'zi gul olib kelmaydi. Ana. Aybi bo'ladi. Bu muammo. Masalan, chet elga o'rtoqlar bilan dam olishga ketmoqchi bo'lgan erkak ayolni qo'yni olish uchun gul olib keladi. Bu kutilmagan mavzuni aytish uchun. Ayollar buni sezadi, bizda intuitsiya kuchli. Agar lekin erkak kishi chet elga sayohat qilish uchun gul olib kelayotgan bo'lsa, uni qo'yib yuborish kerak. Uni puli bor. Ha, uni puli bor, oilani boqyapti deganida. Bor inson osonlikcha ayolni qo'yib yubormaydi. Chetga bo'lsa ham. Mayli. Davom ettiramiz. Xo'sh, Imona, siz nima deb o'ylaysiz? No, uchinchi odam, nafaqat uchinchi odam, 4, 5, 6 odamlar bo'ladi, dugonalar bo'ladi. No, uni oldini olib bo'lmaydi. Hozircha faqat 3 oldini olish kerak.
Hozircha. Da. 4-5lar kerakmi? Yo'q. O'sha yaqin dugonani yo'qotib olsak bo'ldi. Siz 3 olib turib 4-5 hal qilib yurmaysiz. Qizlarda hammasi yaqin o'rtoq bo'ladi. Конечно. Borlarda ham bor. Hammada emas. Aytmoqchimanki, siz o'ylashingiz mumkin, u qiz bola siz o'ylashingiz gapirmasdan qanaqa bilgili gapiryapman. Siz o'ylashingiz mumkin, masalan, yaxshi ko'rgan qizim va men borman, uchinchi odam yo'q deb. Lekin o'sha yaxshi ko'rgan qizingizni dugonalari bo'lishi mumkin, gap o'rgatadigan. Bu uchinchi odam. Bo'lishi mumkin emas, aniqi bor, har doim bo'lgan. Prosta uchinchi odam gap o'rgatib turadigan, ya'ni u munosabatlarga aralashadi. Aralashadi. U bulardan paydo bo'lib qolmagan. U kimdir olib ketib qolish niyati yo'q, to'g'rimi? Prosta Ha, aralashib aql o'rgatib. Rosa xalaqit berish mumkin chiroyli munosabatlarni davom etishiga. Ha, ya'ni u aytmoqchi bo'lgani, ya'ni- olib ketib qolmayapti, Ha, prosta ha. gaplashyapti, prosta ko'rishyapsizlar, prosta aylanyapsizlar, prosta. Ha, u qizni shaxsiy fikri emas, u qizga maslahat beradigan dugonlar fikri ham bor. Biz uchinchi odam shunaqa tushunamiz. Va bu Shuncha tabiiy. ha, xuddi shu haligi. Yaxshilik qilsangiz ham Agar yomonsiz. hamma Yo'q. dugonalardan ayirsangiz, uni qo'shnisi bo'lishi mumkin. Qo'shnisidan ayirolmaysiz, chunki uni olib ko'chib ketish kerak boshqa davlatga. Menimcha shuning uchun ham xiyonatlar bor. Qarangda, mana erkak kishi ikkita miya bilan gaplashyapti-yu, ikkita miyani qanaqa qilib kontrol qilsangiz bo'ladi? Boshqa miya bilan. Xiyonat qilibmi? Tushunmadim. Ha. Demoqchi bo'lganim, siz kontrol qilishingiz kerak. Bu miyani ham, u miyani ham. U ikkoviga har xil vaqt ajratishingiz kerak bo'lib qoladi-da. Ha, to'g'ri. Siz bir payt o'zida ikki kishi bilan jang qilgandek. Da, To'g'ri, to'g'ri shunaqa. Agar sizda bular yetarlicha zamondan qilayotganim yo'q. Mana qarang, erkaklar mana shu jarayonda chiroyli, to'g'ri chiqib ketsa, aybsiz. Bizning tilda to'g'ri aybsiz bo'ladi. O'shanda g'olib bo'ladi. Masalan, do'sti bilan borib o'tirib, mana qizim shunaqa uydan chiqdi emas. Ayolni yupatib, kelajakda va'dalar berib, uni bajarishga harakat. Ilojisi yo'q buni. Va'da berib chiqsangiz ham, tam telefoniga qara, lekin u aldab ketishi mumkin ertaga. Tam u bugun seni ko'nglingni oldida, lekin u xohlagan o'sha ikkinchi miya, uchinchi miyalar ular shuning uchun siz bugun bajaradigan ishlaringiz haqida va'da bering. U ertaga borib maslahatlasha olmay qolsin. Bitta железный правило bor. Boshida o'sha o'rtog'iga ham yoqib olish kerak edi, ozgina. yoqib olish kerak. Ana, qo'llab-quvvatlang. Qarsaklar. Misol uchun gul olib kelayotganingizda, Ha. такой kichikroq gul ham olib kelsangiz, misol uchun. O'rtog'iga. Da, или O'rtog'i yigit bola bo'lib chiqsa-chi. Masalan, yigit bola bo'lsa, atmang u. Сразу atmang. Сразу o'g'ayingiz bilan gaplashasiz. Siz ishonasiz, u yigit boladan shubha qilib bo'lmaydi. Shunaqa bo'lib chiqsa-chi. Tushunmay qoldingmi? U shubha qiladigan yigit emas demoqchi. Ya, yigit bo'lsa, unda haligi oxirgacha oxirgacha yigit emasda u. Siz borsiz, u qiz bor, yana bitta yigit bor. Shubha un bilan birga komplektda bo'ladi-da. Tushunasizmi? Ular bir nima bo'ladi? Ayrilmas. Ajralmas. Keyin bu savolingiz javobi, chunki hozir hamma qizlarning o'g'il bola Dugonasi bor. o'rtog'i bor. Masalan, hamkasbi bo'lishi mumkin, birga ishlashi mumkin. Masalan, jurnalist bo'lsa, operator bo'lishi mumkin. Qanaqa ayirasiz? To'g'ri. Bu fikr ham bor fikr. Masalan, bloger bo'lsa, mobilograf o'g'il bola bo'lishi Yo'q, mumkin. hamkasb boshqa, tanish boshqa, o'rtoq boshqa-da. Ana ikkita miya haqida gaplashayotgandik biz. Ya'ni o'rgatib turadigan, mobilograf o'rgatib turadigan Hozir vakolati hamma yo'q. o'rgatadi. Hamma 15 ta motivator psixolog o'rgatadi. Lekin u qiz oddiy mobilograf gapiga kirib qanaqadir qarorlar qilayotgan bo'lsa, Siz sezmaysiz? U mavzuda maslahat mobilograf bergan sezmaysiz? nimaga sezmayman? Chunki o'zini fikrida yutqazadi. Yo'q, ayta stabilizator nimaga qo'shding o'rtaga deydi. Ya o'rtada gapirib qolsa, mana bu Isoni ko'tardi qolsa, Ha. qaringiz. Tushdi. Obyektiv paytgacha kimdir senga gap o'rgatgan. Topsa bo'ladi. Lekin hech qachon topolmaydi, men ko'p sinaganman. Yo'q. Ha, hech qachon topolmaydi bolalar. O'sha uchinchi odam gap o'rgatayotganini topolmaydi. Topolmaydi. O'zi anchadan beri repetitsiya qilib kelib turganingizdan-ki, конечно. Hech qachon topolmagan qizlar. Даже o'rtog'i yigitini bilan yozish uchun telefonni ham berib qo'yishi mumkin vaqtinchalik.
Qilib qolishdi. bola Nima deb yozdimda? bola Farruh nima unaqa qotib qoldi. man 13 yil bo'lganda uylanganimga esdan chiqarordinglar. Bundan oldin aytdilar, men tekshirib ko'rganman deyapti-da. O'shanga o'ylab qoldim. Siz telefonni bergan odamsiz yoki olgan odamsiz? Ikkalasi hammi. ikkalasida bo'lgansiz ikkala obrazda ham Ikkalasi siz emasmisiz? Uchinchi odam men bo'lishim mumkin. 3 ta telefonni olib. Gaplashayotgan yigit ham o'zida bu. Eng qizi o'qishga olib kirib qo'yish uchun kirishadi-yu. Ana shunaqada o'tiraman men. O'chirib. Xo'sh, demak, Javobim yoki o'sha 4-odam bilan yoki o'sha dugonasiga ham ozgina yoqib olish kerak. Ya'ni uni ishonchini oqlab olish kerak. Boshlamas kerak. To'g'ri. to'g'ri Chunki siz mamlakat deyomaysizda, mana u o'sha birinchi vaqt o'sha o'rtog'i bilan kelayotganida, "Yo, o'zing kela qol" desangiz, ketdi-da, o'sha siz minusga kirib ketyapsiz. Ha, to'ppa. qaranglarda man normalniy haligi turmushda yashab qo'ygan odam sifatida aytaman-da. Ha. Qarang, vaziyat qanaqangi bo'ladi? Siz birinchi kuni yoqib olasiz. Normalniy. Boshi hammada normalniy boshlandi. Keyin baribir urushasiz. Ilojisi yo'q. Bir kun kelib siz ham xotiningiz bilan urushasiz. Urushdingizmi? Keyin u borib dugonasiga siz yomonlashni boshlaydi-da. Yomonlaydi. Keyin siz kelasiz, kechirim so'raysiz. Xotiningiz bilan vro'di yarashib oldingiz. Gul olib keldingiz, bilmayman, nimadir qildingiz. Lekin dugona hali ham sizni yomon ko'radi. Siz undan kechirim so'raganingiz yo'q o'zi. Siz uni anketasida hali ham yomon turibsiz. Yoki naboru. Gul olib kelganini eslaydi, yo'q deydi. Yigiting yaxshi bo'lasan, yomonlik. Ha, yo'q, endi bir marta bo'ladi, 2 marta bo'ladi. Ya. Keyin uchinchisida o'zi aytadi. Men o'zi bilib, o'shanda aytgandim-ku deydi, yerga tegishingdan oldin deydi. Ko'nglim sezadi deydi. Yo'q deganda, ko'nglim sezadi o'zi deydi. Cho'tta hammasi yaxshi ketib Lekin turadi. boshida anaqa to'g'ri gap gapirsa, erkak kishi yo'q, mana shunaqa narsalarda. Yo'q, siz og'ayningiz o'rgatmaydi hech qachon. Erkaklarda bu faqat mana bunaqa yozgan, mana bunaqa qilgan. o'shanaqa og'ayni sizda yo'qdir, demak. Yo'q, erkaklarda Menga bu unaqa boshida og'ayni bor. kerak Haligi отношение boshlangungacha bor. Ha, haligi biz SMS-lashib turganda endi haligi o'xshaydi, o'xshamaydigan payt bo'lib turadi-ku. Ha, O'sha такой. payt haligi hamma to'planib olib turadi, bunaqangi javob beramiz. O'sha payt parod bo'ldi. qo'ymaslikka harakat qiladi. Parod Yigitlar, ha. do'stlari shu Keyin mana shu bola bo'ldi. parod qo'ymasin, o'sha Ammo o'ziga sizlar ochib. Keyin kemani biz nimaga chiqarib yuboramiz? Haligi, ha, bo'ldi. U kema o'zi so'radi. Yaxshi. Yig'lab tuzatamiz har bir o'rtog'imizni. Shunaqa dugonalarimizga mehr qo'yganmizki, o'sha kemani oxirigacha suzib boramiz. Qani qachongacha baxtli yashaysan? Sizlar hamma kemalar qo'l ushlashib. Biz har safar kapitan tushganda gaplashamiz, tamom. Kemani chiqarib yuborgan, tamom, xabarimiz yo'q. Aslida biz pastda kayutada yana odamlar bilan ketyapti. Nosotib olib. Ovqat yetmaydi, ovqat yetmayapti. Xo'sh, demak, sizningcha munosabatlarda 3-odam aralashuvini qanday qilib oldinni olsa bo'ladi degan savolga Farruh bizda aytdiki, o'sha 3-shaxsga yoqishga harakat qiling. Keyin mana shu hayotiy Aha. javob. Ha, yaxshi javob. Yaxshi javob bildim, yoqdimi sizga? Oling sizga shu javob. Munosabatlarda 3-odam aralashuvini qanday oldini olsa bo'ladi degan savolga 3-shaxsga yoqishga harakat qilinglar deyishdi va bo'ldi shu. Kim bo'lishidan qat'iy nazar unga yoqishga harakat qiling bo'ldi. Men muhim javob berdim. Nima dedingiz? Bunaqa aralashinglar mavhum emas, faqat oilali va tezroq bolali bo'lishi kerak. Ha, yoki oilali va tezroq bolali bo'linglar. O'shanda 3-shaxs o'zingizlar bilan bo'lib qoladi va o'zingizlardan chiqqan uni o'zingizlar bilan Bolali aralashtirib bo'lganingizdan keyin qolasiz. 3-shaxs fikrini ham so'ramaysizda. Ha, demak shunday ekan. Muhabbat qahvasi notelevizion shousida. Endi mana oilalilarga yaxshi savol bo'lishi mumkin. Quyidagicha savol qo'yilgan. Farzandlar dunyoga kelgandan keyin turmush o'rtoqlarining bir-biriga ajratadigan vaqti kamayadi. Bu vaziyatni qanday sog'lom yashab o'tish mumkin? Ya'ni ba'zidan bo'ladi, bitta birinchi, ikkinchi farzand ketma-ket tug'iladi. Oilada haligi ish qizg'in, to'polloq. Men bilmayman, men hokimiyatga ishga kirib ketdim. Keyin ozgina haligi keyin kelsam, bolam o'sha 2 yosh ekan. 2 yil qamalib ketdingizmi? Qancha kirdim demang, komandировкаga jo'natishdi deydi. Har kuni kechgacha ishlaysiz-da. Все, u bola bilan, siz ish bilan. Ya, men ana shu savol mana. U bola bilan, siz ish bilan bir-biringizga kam vaqt ajratasiz? Qarang, sog'lom yashab o'tish haqida aytdi. O'shani sog'lom yashab o'tish kerak. Ya bu narsani yashab o'tib bo'lmaydi o'zi aslida.
Ha, bu по-любому muammo bo'ladi. Любой erkak bolaga o'sha darajada haligi nyankalik qila olmaydi. Yaxshi qarab, o'shaning uchun maksimal shu paytda ishdan kech kelish kerak. Nima desam bo'ladi? Masalan, ona o'zi qaraveradi. Lekin agar bo'lib turib, oldida bo'lib turib, lekin yordam bermasa, shundan jahli chiqadi-da ayol kishini. Bilmayman, men g'alati ota tasavvur qilyapman bu bolalarni. O'shaning uchun prosta uyga kech kelasizda, maksimal o'zingizni charchagan ko'rsatasiz. O'sha paytda sizga keyin tegmaydi. Bolalarni 2 yoshgacha yaxshi ko'rmasa bo'ladi. Ular sezmaydi buni baribir. Eslolmaydi ham. Eslolmaydi ham. Serios, qizim hozir yaxshi ko'radi meni, bilmaydi u paytda qaramagan. Katta bo'lganda biladi. Mana siz farzandli bo'lgan vaqtingizda o'shani qanday sog'lom yashab o'tgansizlar? Nosog'lom. Asosan shu nima desam bo'ladi? Lekin narsani tan olish kerak ekan, ayollar farzandli bo'lganda aynan o'sha birinchi 6 oy deymiz, birinchi 1 yil depressiya bo'ladi ekan, ozgina. Depressiya bo'ladi. Ular o'zini boshqacha his qiladi. Onalik bo'ladi. Birinchi marta umuman har safar onalik, baribir uyda qolasiz, bolaga qaraysiz. Avval o'zingizni asragan bo'lsangiz, endi qo'shilib yana ikkita odamni asraysiz ko'proq. Men o'ylayman, bu vaqtda qanaqa sog'lom yashab o'tish mumkin? Faqat ko'proq pul berib turish kerak. Qochmaslik kerak. Qochib. Uyda o'tirsang joningizga tegib ketadi. Jonchalik 12 bir qilib mumkin emas-da. 12 bir kelgani yaxshi. Mana bu normalni. Yuvilmagan Qarang, ko'p ishlaysiz, uyda bo'lmaysiz. Nerviga tegmayapsiz. Ko'p ishlaysiz, shu puldan bor, pul berib turasiz. Bo'ldi. Hamma oilaliklar bir-birimizni normalni tushunyapmiz. Hozir men tushunyapman. Men shunchaki qilinmagan ishlarni ko'rmaysiz demoqchiman. Masalan, yuvilmagan kirlar. Chunki ayol kechqurun uxlamaydi, bola qaraydi-ku. Kunduzlar ishlar qolib ketadi. Siz o'z vaqtida kelmasangiz ham kelib shunaqa qilib qo'ysangiz bo'ldi. Qo'shilaman. Chiqish shunaqa bo'ladi. Mayli, bolani ko'tarmay, yordam bermang. Pampers, oziq-ovqatlar bilan ta'minlab, kechqurun kelib, ayol qila olmagan ishlarni qilib qo'ysiz. Eng katta yordam. Kir yuvish, idish yuvish, shunga o'xshagan ishlar. Doim qiladi-ku buni. Yana qismmi? Hammasini bir kunda qilmaysiz. Navbat. Masalan, bir ovqat idish yuvsam, bir kun kir yuvaman, keyingi kuni uyda yig'ishtiraman. Ayol kishini uydan chiroyli kiyintirib, falon qimmat restoranga olib borish. Shunchaki uyga soat 1da kelsangiz ham chiroyli, mayli lavash, balki lavashni uyda tayyorlab berarsiz. Kechqurun turganda, men hozir ishdan keldim, sen uchun lavash tayyorladim. Siz shunaqa yeydi, maza qilib. Keyin kech kelganingiz uchun Bemaza bo'lgan bo'lsa ham yeydi, rostdan. Rostdan bu boshqacha tasavvur bo'ladi. O'shanda siz ayolingizni ovqatlantirasiz. Sizdan yaxshi bo'lmaydi. Uchinchi odam ham eshitmaydi ayol kishi. Qaynonasi urishsa ham ta'sir qilmaydi. Shunchaki e'tibor qo'ying. Sezilyaptimi chiroyli yashab o'tganim? Masalan, bolani qorni damlaganida qanaqa dori olib boray, masalan 1da 2da kelsangiz ham qanaqa dori olib boray, nimaga uxlamayapsizlar deb xavotir olishingiz kerak-da yurakdan. Ona kabi. O'shanda voy deydi, bola ham tinchlanadi, ona ham. Yaxshi bo'ladi. Ona tinchlansa, bola ham tinchlanadi. Bola tinchlantiradi. Ikkalasi tinch bo'lsa, ota ham tinch uxlaydi. Uning uchun tinchlantirish kerak ota. Oldin tinchlantirish kerak. Shunaqa. Keyin ayolingiz ichishingiz kerak. Agar dugonalar bilan gaplashishga vaqti bo'lmasa, o'sha 6 oy davomida yaxshi dugona bo'lib berishingiz kerak. Qanaqadir. Ma'noda. Yaxshimisan? Bolani qo'y. Yering nomarta. Yana kelmadimi bugun? Gapirma. Marras. O'zman bunaqa ishchingiz kerak, qarang. Voy, men o'zman yaxshi yer bo'lmoqchi edim, buni qara, hokimiyatda qanaqa ko'p ishlab beryapti. Shunaqa vijdonim og'riyapti desangiz, ayol uxlab borib. Battar hokimiyatga nisbatan nafrat paydo. Yo'q, nimaga? U qo'shilib aytadi, "Voy, rostdan ishingiz og'ir, qarang, shunaqa ishlab kelib, yana meni boshimni og'ritib aytib beryapsiz" deydi. Shunaqa ko'p ishlar, keyin qarang, sizga qarang, chiroyli maslahat beradi. Keling, shunaqa ko'p ishni boshqa joyda qilsangiz, bundan ko'proq oila olasiz deydi. Ko'ryapsizmi? Keyin ishdan bo'shatiradi, ishsiz kredit olib Rossiyaga ketasiz. Birga bola qaraysiz. Birga bora qolaysiz. Normalni. Mana shu sog'lom yashab o'tish. Shunchaki ishlash kerak. Chunki siz 24 soat ish berasiz, sizga ish berishadi, gapirasiz-da, uyda gaplashasiz. Ayol faqat bolani yig'isini eshitadi, u ham gaplashgisi keladi. Mayli to'g'rimi, noto'g'rimi, hamma yashab o'tmagan-ku bu hayotda. Maslahatlar bergisi keladi. Uni yangi hali yashab o'tmagan insonlar eshitib fikrlashini xohlaydi. Birga serial ko'rishni xohlaydi. Ruchka bloknot beringlar, yozib olaylik. Mana shunda kurs ochsam bo'lar ekan. Umuman ayol
u shunchaki mavjudotki. Yuragim battar siqilib qolyapti hozir. Fonda muzika. Hozir turmushga chiqishga bo'lgan nima yana ham orqaga. Hozir ayollikdan yuragi siqiladi demoqchimisiz? Bu qanaqa Nimaga bunaqa Qiyinchiliklar haqida gapirib beryapsiz. Yo'q, bu onalik shunaqa oson. Prosta uyda o'tirasiz, bolangiz uyg'onsa ovqatlantirasiz, keyin eringiz kelishini kutasiz, tamom, bo'ldi. Rahmat. Qolgan qarang, shuncha narsa oson bo'lsa, shuncha ishlab kelib turgan yerda nima biz bezovta qilishimiz kerak? hozir siz shuncha sharafli ota sizga unvonni bergan inson bezovta qilyapti deb o'ylayapsizmi? Qarang qanaqa siz munosabatdagi, вообще munosabatingiz noto'g'ri ekan. Munosabatdagi nisbatan. Ha, farzandlar dunyoga kelgandan keyin turmush o'rtoqlarining bir-biriga ajratadigan vaqti kamayadi. Bu vaziyatni qanday sog'lom yashab o'tish mumkin degan savolga bizda ekspertlarimizdan biri shunday javob berdiki, ko'proq vaqt ajratganda misol uchun bugun ishdan ertaroq qaytdim, soat 6 dan 9 gacha gaplashib o'tirdim emas, nechida kelishdan qat'iy nazar E'tibor ko'rsatish. E'tibor. 5, 10, 20, 30, 40 qanchaga tortsa. Kuchaytsa. Ha, e'tibor ko'rsating. To'ppa-to'g'ri, rahmat. E'tiborli bo'ling. Muhabbat qahvasi notelevizion shousida. Xo'sh, bizda keyingi savol va juda qiziq. Farruh, bu savolda siz ham biz bilan ancha ham suhbat bo'lasiz degan umiddaman. Oilaga tegishli bo'lmas. Mayli, savol. Ayollar uchun e'tibor o'zi nima? Erkaklar uchun ularni tushunish aslida qanday bo'ladi? Qalay savol? Вообще biz kutgan savol deyishimiz mumkin, ha? Ayollar uchun e'tibor bu havolardagi kislorodday muhim narsa. O'sha nima shu? Nima? Nima? To есть lavash qilib bersam kechqurun bu e'tibor bo'ldimi? Ha? Yoniga ozgina pul bersangiz, yana katta e'tibor. Qarang, siz buni eplay olasiz. Erkaklarga e'tibor, ana yechib ketgan kirnaskisini vaqtida yuvib qo'yish bo'ldi erkak. Yo, vaziyatga qarab e'tibor. Hozir lavash qilib bersam bo'ldimi deyapsiz. Agar u dietada bo'lsa, bu janjal bo'ladi. Piyoladagi suvday, piyoladagi suvday. beryapsiz. Tasavvur qiling. Samanga shunday gap yoqasan baribir desa, уже e'tibor. Yo'q, buni oilasida muhim. Bizda oilada taksiga lavash. Ya, to'xtanglar, qochmanglar. E'tibor bu nima? Pul-ku, to'g'rimi? Qanaqa pulligiga qarab. Masalan, 10 ming ham pulda. 10 ming, 100 ming emas. 10 ming bu kichkinaroq e'tiborcha bu. Yo'q, bu umuman e'tibor emas. E'tibordan bir chetda u. Menimcha pul bu e'tibor uchun instrument. Xo'sh, o'zi umuman e'tibor o'zi nima? Erkaklar uchun ularni tushunish aslida qanday bo'ladi? Va qarang, Mana shuni har bitta mavzuga qanaqadir muammoga qaraganda qarayapmiz-da. Yo'q, shunchaki fikr, ham fikr. Men ham shuni aytaman-da, masalan, e'tibor nima deb so'rayman. E'tibor nima? Qarang, muammoga qaramaymiz. Bu pul. deymiz. Shu javob shu. Prosta sizlar uni og'irlashtiryapsizlar. Men o'ylaymanki, men o'yladim. Men hozir pul bu instrument emasda. Pullar. $50, $100, $200 bu shunchaki pul. Yengilroq qaradim. Rosa pul, e'tibor bu pul. Men 10 ming bo'lmasa bu. kun ishlab 2 da kelaman emas. Men ayolimni xursand qilish uchun pul topmoqchiman. Yengil qaradik. Yengillash, sakray, yengillashing. Mana bir yengil qarayapmiz. Lekin bu yengil qarashimiz yengil tabiatli emas. Yo'q, yengil qarash boshqa. Tajribalar bilan bo'lishib qo'yib keyin biz Imon emas, Azizani yaxshi qiz deb o'ylagandik. Nafaqat tajribalaringiz bo'lishyapsiz, hammasini berib yuboryapsiz. Tekinga qolsin. Xo'sh. Va biz qanaqadir aqlli javob berishimiz kerak. Bu prosta fikr. Shunchaki og'zingizga Mana kelgan biz sizni Farruh chaqirganimizdan Menimcha vaqt uchun, lekin Vaqt vaqt bu pul. e'tibor bilan chambarchas. Asak cholaylik shu bolaga. bu yangi yilda ishlatadigan so'zini ishlatib qo'ydi hozir endi. Endi yangi yilda chambarchas degan so'z yo'q. Chambarchasiz qoldinglar. Yo, siz to'g'ri gapirdingiz. Sizdan bunaqa odilona va oqilona fikr haqli kutmagan. Voy, mana ikkita nagruska nima bo'ldi? Chambarchasni ishlab qo'ydingiz-ku, zapas berdi. Keyingi yil olamiz uni. Xo'sh, vaqt. Sizningcha vaqt. Da, menimcha vaqt. Chunki vaqtsiz nima qilasiz? Men o'ylaymanki, mana misol uchun agar pul bo'lganda, siz unga nimadir dastavka qilaversangiz-da, pul lekin ko'rishmayapsizlar. Da, lekin misol uchun dastavka uchun sizdan 1 minut yoki 2 minut vaqtingizni ajratdingiz, u e'tibor emas. No, bir marta reaksiya bo'lishi mumkin, no
konkretniy e'tibor emas. Ha, bu ham joniga tegadi. Faqat siz menga telefon qilmaysiz, faqat menga ovqat jo'natasiz, meni nima deb o'ylayapsiz? E'tibor o'sha nima deyotgan gapirayotgan gapini eshitish, misol uchun mana bunaqa muammolari bor, o'shani eslab qolib, mana bunaqa muammoyim bor edi, mana yechim deb. Yo'q, yechim berib bo'lmaydi. Yo'q. So'z, esdan chiqib ketdi. Maslahat mumkin. Yo, maslahat ham mumkin emas. Nima? Maslahat xato bu. Просто siz aytishingiz kerak. Bola oq qorani tanidi bugun. Bu xato. Va ularda muammo bo'lsa, siz просто o'tirib, blin, eshitish kerak, ha? молодец. No, san qo'lingdan hammasi keladi, davay, omad deb qo'ysangiz. To'g'ri. Men bu yetmaganiga. Shu yetarmidi sizlarga? Shu yetarmidi? Men shuncha yillar Men tatuirovka nima urdim deng orqaga. Shuncha harakatni o'rniga. Shuncha yil ishlabsiz a hokimiyatda. Qo'lingdan keladi. Eplasam bo'ladi. Albatta, men erkaklar unaqa narsa yo'q. Misol uchun siz og'ayningiz yoniga kelib aytsangiz, mana shunaqa muammolar bor desangiz, siz og'ayningiz san hammasini eplaysan desa, siz buni qarab Yo'q, o'rtog'ingizga kelib muammongiz shu muammomi? Manda muammo bor dedi. O'zinikini talqat qilishni boshlaydi. Kattaroq muammo aytadi. Kattaroq muammo. Men bu yerida bu muammo. Men o'rtog'imda bilasan qanaqa muammosi bor. Bu ham yechimda, siz qanaqadir muammo bilan kelsangiz, o'zingizga gigantskiy muammoni bersa, men hayotim yaxshi ekan deb qolasiz. Bo'ldi, o'zingizga kelasiz. Sizlarda unaqa yechim Yo'q. Ko'rdinglarmi? Mana birinchi temani ochib oldim. Misol uchun e'tibor to'g'risida. Ikkinchisi nima edi? Erkaklar uchun ularni tushunish aslida qanday bo'ladi? Mana shu mavzu lekin e'tiborsiz qolib ketdi har doimgidek. Buni o'tkazib yuboraymi? Aynan nima? O'rganib qoldi. Просто mana shu zaldaga o'tirganlar keyin nariyoqqa chetga chiqib turamiz ozgina. Qani. Jim turib, xayrlashamiz. Keyin xayrlashamiz keyin. Bo'ldi, shunaqa. Xo'sh. Keyingi mavzu. Erkaklarning haqidan Imona fikrlaringizni ayting. Tasavvuringizni ayting. Men fikrim yo'q hozir. Erkaklarni tushunish bu sizlar uchun nima? Bu Qachon bir harakat qilib ko'rgansizlar erkaklar tushunishga? Erkaklarda ham joni bor, ularning ham og'ir dil bor. Mana Imonaga navbat beramiz. Imona erkaklarga qanday e'tibor ajratish mumkin? E'tibor emas, tushunish erkaklarda kerak. Yo'q, o'sha uchun Bizga e'tibor kerak emas. Sizni tushunganimiz e'tibor, xursand bo'lsangiz-chi? Tushuninglar, bizga e'tibor bermasalar ham biz prosta kelganimizda Instagram ko'rib o'tirsak yetadi. Mana bizni tushunish nima? bizga e'tibor kerak o'sha payt. Ko'ryapsizlarmi, sizlar bizni tushunmayapsizlar. E'tibor so'rab. Qarang, siz Instagramda uzoq o'tirishingiz xavfliligini tushunib, sizga e'tibor ko'rsatyapmiz. Imona, men oila qurganim uchun, o'z davrida men fikrlarimni qo'shdim. O'tib ketdi, hozir unaqa emas. Endi o'tgan kunlar yozgan Abdulla Qodiriy. Biz kelajakka qaytamiz. Keling, unda sizdan maslahatnoma olaylik. Yo'q, sizni fikringizni baxtli bo'lish uchun meni eshitishingiz kerak. Uchinchi miya. Uchinchi miya. Miya demang, farosat. Keng miqyosda gaplashing. Agar meni aqlim va boshim haqida gaplashsangiz. Men prosta haligi nima deydi? Prosta gapiryapman. Mahalla komitetiga chiqib gap eshitib turgan kuyovga o'xshab his qilyapman o'zimni. Xotinni nojo'ya urishib qo'ygan, mahalla komitetiga chiqdi, Shensavet keldi. Ayol, xotin degan so'zni ishlatmang, uni faqat oilangizda ishlatasiz. Ayol. Rahmat. Imona, qarang, Imona. Gaplashib ham o'zi. Siz hokimiyatda ko'p yig'ilishlarda qatnashgansiz, asabiysiz. Imona, qarang, siz men oila qurganim uchun erkaklarni tushunish bir-birimizni tushunsak bo'ldi. Men hech qachon tushunmayman. Jamiyatga ta'siri bor, birga tushunaylik. Sizlarcha Men fikrini eshitishingiz uchun. Yo'q, qarang, qanaqasiga mana shu narsa ishlaydi. Bu taraf jamiyatga ta'siri bor, nariyoq tarafchi. Qani adolat? Qarang, bu voy! Sizga haykal qo'yish kerak. Siz o'sasiz. Rahmat, siz bu gapni ko'p eshitgansiz. Seziladi. Tanish. Qarang, Imon oila qurmaganlarniki mana
hozir sizni ham eshityapman. Keyin ko'raman ahvolini. Mayli, hazil. Ertaklar eshitib katta bo'lgan bolaga o'xshaydi. Nima esga qoldi? Сказка, ertak, chambarchas. Bu bola faqat serial ko'radi. To'xtang. Seriallarimiz ertak edi. Nimaga men unaqa fikr uyg'otaman? Qanaqasiga men сказкада yashaganman? Chunkichi Tajribam yo'q narsada aqllilik qilmadim. Yo'q. Yonboshqa qarab yotish haqida yaxshi fikr bildim. Bo'ldi. Men hamma narsani eslab qolaman. Ha, bo'ldi. Olgan qarzlarimdan tashqari. Uzr. O'z vaqtida qaytariladsin. Hazil, umuman qarz olmayman. Faqat mas'uliyat olaman. Qarang, Imona, ayting fikringizni, bolalar bilan tushunchasi yo'q deb aytyapman. Oilaga orzularingiz haqida gapiring. Qanaqa bo'lish kerak? Sizni idealist. Siz yoshligingizda kim bo'lmoqchisiz o'sha haqida gapiraylik. Oxirigacha qo'rqiting, bekor keldingmi? Mana Imonani eshitamiz. Marhamat, so'z sizga. Men prosta o'tirgim kelyapti, eshitib Aziz opani shunchaki. Yo'q, to'g'risi men munosabatda emasman, o'shanga juda qiziq narsalar. Yangi narsalar o'rganyapman. Rahmat. Lekin ana ikkita nagruzka esimdan chiqib qoldi. Yozib beraman. So'z lug'atlarimda boyliklarim ko'p. Faqat o'sha boyliklar o'zi boshqa yo'q. O'sasiz. Aziz opa, keling boshqa savolga o'taylik. Men Yo'q, qanaqa qiynamang. tushunish mana erkaklarni tushunish. Men aytsam bularga og'ir bo'lyapti, qiynalyapti. Nima yo'q, og'ir. Men lekin siz tushuncha tarafdoriman. Ya'ni biz emas. Yo'q, hech biz ekan, qaranglar. Ya, real kliplarda ham, reelslarda ham oshirib yuborishyapti-da. Ani erkak kishini hech kim tushunmayapti, o'tiribdi, siqilib. U narsa to'g'ridan-to'g'ri nimaga bog'liq? Erkak kishining muammosi har doim ish bilan bog'liq-da, to'g'rimi? Albatta. Har doim ish o'xshamayaptimi? Настроение yo'q. Sizni ayolingiz shu u sizni ishingizni tushunishi kerak-da, birinchi o'rinda. Agar siz qilayotgan ishdan u yiroq bo'lsa, unga birinchi o'zingizni sohangizni tushuntirib bermaysiz-ku, 2 yil tajribangizni. O'shanda-da muammo, ya'ni ishdagi muammolarni tushuntirib berish qiyin. Ya'ni men bitta anaqa bo'ldi. Mana rostdan tajribasizligingiz bilinyapti. Agar sizda ayol sevsa, ishdami yo munosabatdami? Munosabatda. Ishingizni tushunmayman. Agar sizda ayol O'shanda-da muammo, ishimizni tushunmayapmiz. Qarang, tushunmaganimning sababi men munosabatlarni siz bilan qurmoqchi emasman. Tushunishim shart emas. Yo'q, lekin rahmat. Sizga yaxshi imkoniyat berdi munosabat qurmoqchi. Ro'molchasi bering, terini artib olsin. Imona, uyg'onamiz. Shu yerdaman. O'sasiz. Eshiting. Qarang. Agar ayol bitta insonni sevsa, bu degani ayol unga ishonadi 100%. Qarang. Ishonsa sevadi. Agar faraz qiling, men bir raqqos yigitni sevib qoldim. Faqat tasavvur qiling, menda buni kutmang. Bunaqa qomat bilan mayli. Keyin uni kasbini tushunadi, o'rganadi. Raqqos kasbi nima? Agar dedim. Yo'q, xo'p. Agar hozir operator desam, Sizga tegib qoladi. Sizga yo'q, men montajlaytirgan. Yarmiga tegib qoladi. Ha, mayli. Umuman. Qarang, mamlakatdan yog'igami? Yo'q, deyman. Xo'p, boshida bitta gap aytaman. Men sizga Qaysi tarafiga deng? Men fikrim tugatman. Yo'q. Tugatib oling, keyin qo'shilasiz. Hokimiyatdagi so'z bo'lmay. Xo'p, bo'ldi. Agar ayol sizni sevsa, sizga ishonadi, sizni kasbingizni o'rganib, kasbingiz, ishingiz, ishsizligingiz hammasi bilan sevadi. Lekin siz qaysidir puli ko'p, masalan, mashinasi bor, qimmatbaho, noyob kiyimlarda yurgan ayolni bundoq taksidan tushishida eshigini ochib tursangiz, ayol buni tushunmaydi. Bu hamkasbingiz bo'lsa ham. Lekin sizga ishonadi. Mana shu sizni tushungani, sizni ishongani, sizni tanlagani, masalan, operatormisiz, raqqosmisiz, biznesmenmisiz, kim bo'lsangiz ham. Operator raqqos. Stilizm. Ya'ni o'zini o'zi syomka qiladi. Demoqchiman, ayolda ishonchi bu sizni 100% o'rganib sevadi. Tanimagan anaqani sevib, o'zini ishonib topshirmaydi ayol. O'shaning uchun siz bizani tushunmaysiz, ishsizligim. Siz aytmoqchisizki, ayol o'zi xohlagancha tushunadi, siz biz xohlaganimizcha emas, shunaqami? Siz xohlaganingiz qancha o'zi nima bo'lyapti? Ha, biz shu haqida gapirib bermoqchi edik-da, biz tushunish nimaligini. Aka, siz 3 marta aytdingiz soat 2 da kelib kechasizmi hokimiyatda ishlaganingizda. O'sha, shuni tushunish kerak, bo'ldi. Men sizni tushunaman, siz ishingizni o'zgartiring, vaqtida kelasiz. Tamom. Siz Oylik yaxshi-da yo'qda. Oylik yaxshi, 3 oyda bir marta bersa ham. Men ishlaganman unaqa ulug' joylarda mayli. ulug' joylar. Shuni tushunishim. Rahmat, Farruh. Qiyin bo'lmadi-da. Sekin-sekin o'rganyapman o'zi. Ha, yo,
bizani tushunishi ishsizligimiz bilan tushunishi deyishib menimcha bu Mayli, xato. mana Har bunaqa qanaqa desam munosabat bo'ladimi? bo'ladi. Agar bitta Mayli, ruxsat sohada so'radingiz bo'ladi. Rahmat. Yoshsiz. Aytmoqchi bo'lganim, agar bitta sohada bo'lsa, men endi orzuyimdan biri bitta sohada ishlashda. Chunki tasavvur qiling, o'sha aytayotganimdek erkak kishining muammolari ko'pincha ishi bilan bog'liq. Unda ham o'sha ishda xuddi shunaqa muammolarda ularga yechim juda tez topiladi-da. Yo, Farruh unday emas. Unaqa emasmi? Yo'q. Kamerani o'chiringlar. Ketamiz. Yo'q, unday emas. Siz emasmi? endi sohada ishlashingiz mumkin. Siz stand-upersiz. Men Ayol hatto No, u gapni unday emas deb 2 yil oldin Ozod akam aytdi, lekin unday bo'lib chiqdi. Ozod akani kasbida masalan yangi plastik xirurg emas, shunchaki internet tarmog'ida blog yurityapti. Hamkasb deyilmaydi ular. Hamkasb deyilmaydi. Yo'q. Ozod aka jarrohmidi? Ozod aka plastik Unda bitta sohada ishlab, bitta ish qilsa muammo bo'ladi. muammo u ish bilan bog'liq muammo tushunmaydi. Baribir. Ko'rib tursanki hozir mana nima qilmaydi? tushunmaydi. Mana. Tushunmas ekan. Oxirida shunga Da, yetib keldi. no kelishib yashash kerak. Sizga qancha kerak? Bitta ishda ishlash shart emas demoqchilar. Ha, rahmat. Baribir Bo'lishi tushunmaydi mumkin. degani hamkasb oila qurish shart emas deganimi? Rahmat. Bu tushunish o'zi aslida bizga tushunish nima? Ana Bizga- shu mana savolning tushunish- javobi kerak. Ishni ahamiyati bizga kattaligini tushunish kerak. Masalan, ayollar uchun shaxsiy hayot, oila, har xil narsalar birinchi o'rindagi narsalar ko'p-da. Sizda unaqa emasmi? Erkak kishini kayfiyatiga birinchi o'chirda ta'sir qiladigan narsa bu ishidagi holat. To'g'ri. Ha, Ayol kishida esa siz. Ha, masalan, uyda qanaqangi bayram bo'lishidan qat'iy nazar, To'g'ri. ishda muammo bo'lsa, erkak kishi uyiga kelib yozilib o'tira olmaydi, bemalol kulib. Yozilib? Ayol kishi shu paytda erkakni tushunmaydi. Biz mana shu Bayram haqida gapki odam ko'p uyda, ochiradi. Ha, shunaqa. Ha. Tushundik. Tushundingizmi? Ha, savolingizni tushundim. Savol emas edi, bu javob edi. Ha, bu javob edi. Baribir. Xo'p, shu payt ayol kishi nima qilish kerak sizningcha? Ha, mana Sizning tushunish, fikringiz. erkak kishini tushunishi o'zi qanday bo'ladi? Hech qachon ayolingizni o'rniga o'zingizni qo'yib ko'rganmisiz? Tasavvur qilish mumkin. Masalan, ayollar ko'pincha erini o'rniga o'zini qo'yib ko'radi. Masalan, oyligini kechab kelsa, voy bechora, uni ham qo'lida emas-ku. Doim o'rniga qo'yib qo'yganda maza qilishini hayoliga keltiradi. Keltiradi osongina. Bemalol yuradi. O'zlarining fikrlarini buzug'da. Tomoshabchi so'rasaychi. Yo'q, u mazani aytmadi. Qarang, agar masalan ayol erni o'zi o'rniga qo'yib qo'ysa, o'rniga qo'yib ko'rganda tushunadiki, uydagi hamma tashvishlarni ayolga yuklab, u ishxonasida borib, stulchada vayn ko'rib, reels ko'rib, like bosib, qog'ozcha chizib o'tiradi deb o'ylaydi. Ha, ana tushunmasligidan-da. Nimaga? Lekin oson emas o'sha. Lekin adolatli bo'lish kerak. Siz hali o'sha gapni aytdingiz-da. Ya'ni bola kutib turadi, men o'shaning uchun ishdan kech kelaman dedingiz. Voy, Da. qochaman dedingiz-da. Lekin aytmoqchi bo'lganim, endi bu ham hazil uchun gapirilgan bo'lishi mumkin. Ya'ni shunaqa stereotip bor, realno. Da. Что erkak kishi Unaqa erkakni qanday tushunish mumkin? Lekin ayol O'sha uydan tushunmayman. bolasi oshxonasini tashlab chiqib keta olmaydi. Davay baravar gapiramiz. Kelinglar, biz ham gapiramiz. Siz ham gapiring, nima xohlasangiz. Erkaklarga vaqtida ovqatni suzib berib, kirini yuvib bersa bo'ldi tushunish. Biza nima molmi, biza nima? Suvdan xabar oling, davom ovqatdan xabar oling. Bizda e'tibor so'ramasalaring, mana biz tushunish uchun nima qilish kerak? To'g'ri. Sizdan e'tibor so'ramaslik uchun siz bilan yashamaslik kerak. Yo, balki gaplashib olish kerakdir. Lekin bizda shunaqa narsa bor, mas'uliyat tushunayotgan odamda, de? Shunaqa narsa bor. Bu xato. Tushuntirayotgan odamda ham katta mas'uliyat bor. Ya'ni sen tushuntira olmasang, u tushunmaydi. Ko'rib turganingizdek, bizni erkaklarimiz, ayollarimiz juda yaxshi tushunishyapti va buni uddalashyapti. Agarda sizga ham bu savolga munosabatingiz yoki qanaqadir o'zingizning fikrlaringiz bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldiring. Muhabbat qahvasi notelevizion shousida. Va bizda so'nggi savol, faqat bugunga xohlasalar bunga juda tez javob berishinglar mumkin. Xohlasalar ozgina fikrlar yuritib gapirishinglar ham mumkin. Bizda bugunga so'nggi savol. Menimcha bu doimiy savollarimizdan biriga ham aylanishi mumkin. Aytgancha, hurmatli muxlislar, siz hal qilishingiz mumkin. Qaysi savollarimizni biz doimiy berib borishimizni va kelgan mehmonlarimizni aynan mana shu savolga javobi sizni qiziqtirsa, o'sha savollarni ham albatta kommentariyada yozib qoldiring. Uzr, ozgina ishladim. Bo'l. Bizda so'nggi savol. Sevgi bormi?
yoki u o'rganishmi yoki faqat u qulaylikmi? Vale, boshlang, bosing gazini. Kamera. Farruh, hozir imkoniyat, подписчики. Yana hamma tushunish uchun yana bitta sizdan. O'zi bilasizmi, javob eshitishdan ko'ra sizga savolni tushuntirishga ancha vaqt sarf Qarang, Ya'ni nimaga men tushuntiradi? boshida shunaqa bu minus deb o'ylardim-da, lekin menga o'xshaganlar juda ko'p ekan. Kommentda yozishadi, "Okay, rahmat so'raganingiz uchun." Ya, auditoriyasi to'g'risiz. Da. Sevgi bormi? Aha. Sevgi. Bu javobmi? Любовь. Bormi? Dunyodagi eng muhim narsa. Yoki u o'rganishmi? O'rganib qolish degan Da, ma'no. o'rganib qolishmi? Okey. Tipa. Da, Soat men- har doim soat taqib yurardim. O'rganib qoldim. Da, soatim yo'q, g'alati bo'lyapman. Soat taqib oldim. Bu o'rganish. Shunaqa o'rganish. Хорошо. Yoki faqat u qulaylikmi? Qulaylik, удобство. Tushunarli. Menimcha 3 Men holat. просто qaytarib yuboring dedim. Menga dars o'tib berdingizlar. Просто qaytarib yuborishingiz kerak. Sevgi bormi yoki o'rganishmi yoki faqat u qulaylikmi? Marhamat. Javobingiz. Хорошо. Nimaga men? Hozir savol esingizdan chiqib qolmasligi uchun siz. Savol. Ya. Savol esdan chiqib bo'ldi. Men 3 ta javobdan keyin o'zim fikrimni bildiraman. Siz mana shu точно mana shu. sevgingizni bizning tajribamizdan foydalanib qaror qilasiz. Aynan sizni tajribangizdan. Yutqizmaysiz, xo'sh, mana imonidan boshlaymiz. Menimcha sevgi siz sanab o'tilgan uchalasi ham bor. U prosta ketma-ketlikda birinchi sevgi bo'ladi, ikkinchisi o'rganish, uchinchisi shu o'zingiz aytgan variant. Qulaylik. Qulaylik. Sevgi, o'rganish, qulaylik. Ha, etap bo'ladi u munosabatlarda menimcha. To'g'ri. Tez sevib tez unutish ham mumkin. Mumkin. O'rganmasdan turib ham unutish mumkin-da. Ha. Men shunday sevgilarni bilaman, bir necha daqiqa davom etgan. Sevgini darajalari desak to'g'ri bo'ladi? Bo'ladi. Yo'q, darajalari Nimaga bo'lsa, masalan sevgi bu o'rganib qolish, bu nimaga qanaqangidir bir yomonlikdek Men qarashimiz faqat kerak? temperaturada bo'ladi darajada deb o'ylaganim 37-38 daraja. Juda ham noto'g'ri o'ylagan ekansiz daraja. Sevgida ham daraja bo'ladi. Daraja keyingi darajaga o'tish bo'ladi. To'y. Siz hozir qaysi darajadasiz? Ayolingiz bilan sevgilingizni hisoblamayapman. Agar darajaga bo'lsa, Ha, o'zini darajasi ham bo'lishi kerak-da har bitta insonda. O'zi bitta. Yo'q, o'sha aynan podkastga sevgidagi qo'yishdi. sizni, yo'q, aynan o'sha sevgidagi, mana oila qurgansizlar, sevib. Qulaylik, уже. Hozir qaysi darajadasiz? Eng oxirgi qulay o'sha men Qulay. aytganda birinchi sevgi bo'lgan. Juda qulay. Birinchi sevgi bu qanday? Keyin o'rganish, keyin qulaylik. Xuddi shunday, xuddi Shunaqa. shunaqa. Men bu Menimcha. Juda qulay, ha? yashash shu odam bilan Komfort. juda ham qulay, to'ppa-to'g'ri. Komfort zonadan chiqishingiz kerak. Sevgi bu hammasi sevgining darajalari edi. Biz uchun. Ha. siz uchun Imon uchun ham. imoni daraja demadi, keyingisiga o'tadi dedi. Etap dedim. Siz darajaladingiz uni. Mayli, siz Hop. darajangizni bildik. Sizda etap, menda daraja. Xo'p. Ha. Sizda gradus? Sizda Qalay? Bilmadim, men shuncha paytdan beri sevgi nimaligini bilaman deb yurardim. Ha, No, bilmas ekansiz. Bilmas ekanman. Chunki mana hozir sizlar daraja haqida gapiryapsizlar, bu baribir ham turmush tarzida. Mana qulaylikka kelganingizda ham siz уже turmush nima Yoshingizni bildiryapti dedim. da aytmoqchi bo'lgan, yashab ko'rgansizlar. Ya'ni men u uylanmagan bo'lsam qat'iy bilaman. Ne. U darajaga chiqa olmaganman, Bizga, Sevgi Farruh, bizga har bir darajasi. shaxsni fikri muhim. Misol uchun bu 13 yildan beri oila qurgan. Yashaydi. Men kech oila qurganman, 2 yil bo'ldi oila qurganimga. Menda ham sevgi haqida tushunchalarim o'zgargan. Mana hozir sizda sevgi. Hozir Nima? Faqat o'sha men birinchi etapini ko'rganman. Ikkinchi etapiga o'tish bilan Aytasiz yoki xayrlashasizlarmi? Qaysi bo'ladi? Shu. Uchinchi etapiga o'tgan odam baxtli bo'ladi. Ya'ni rozовый очки bor, to'g'rimi? Mana sevib qolasiz, rozовый очки. U juda ham ideal ko'rinadi, Da. har bitta anaqasi Da. yoqadi, u uchun jon bergingiz keladi, Ha. shundaymi? Ha, Yakutaga shunaqa. borib kelasiz u uchun, yo u uchun bormagansiz. Yo'q, u uchun bor, Yakutaga bor. Prosta qiziq. U uchun Yakutadan qaytib kelish kerak. Bo'ldi. Shu qaytib keldingiz. Ha, qaytib keldim. U uchun. Uydagilar uchun emas, ha? Mana shu sevgi. Sevgi bor, men faqat sevgiga ishonaman.
har qanaqa yoshda ishonaman man. Hozir 16 yoshda, 17 yoshda sevgi haqida qanaqa o'ylagan bo'lsam, hozir ham shunaqa fikrdaman. Chunki o'sha sevgi bo'lmasa, qulaylikka ham o'ta olmaysiz, o'sha yerda tugaydi. O'sha sevgi borki, siz qulaylikka ham o'tasiz, ishonasiz ham va o'rganib ham qolasiz. Sevmagan insoningizga o'rgana olmaysiz, qabul ham qila olmaysiz, u qulaylikkacha yetib ham bora olmaysiz. Shuning uchun sevgi bor. Agarda sizga ham sevgi haqida fikrlaringiz bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldiring. Bizda muhokama hali davom etadi. Shunchaki vaqtimiz chegaralangan. Siz esa bizni kanalga obuna bo'ling, like bosing, kommentariya qoldiring va do'stlaringiz bilan, sevganingiz bilan birgalikda kelib bizni tomosha qilish sizga nasib qilsin. Amin. Allohu akbar. Muhabbat qahvasi, no televizion shousida.